O gadin unaqa manaqa puntuatsiyalar qilib tashamangni, o'zingizni bo'ring, nima xolos, qanaqa challenge qilishdi, ozmanga. Xullas siz bitta challenge qila olmaysiz. Shu challenge qanaqaki siz 100 mingta TNT bombani Minecraftda qila olmaysiz. Ya'ni ko'zimni oldida portallatib berishingiz kerak. Ko'ramiz kompyuteringiz qanaqa chidaydi. Obunachilaringiz uchun qila olmaysiz mana shu. Voy, shu gapingiz bormi? Men bitimga botdilik, obunachilar uchun-a? Obunachilar uchun. Yo, mayli, yo, obunachilar uchun meni kompyuterimni joni fidokor uchun 100 mingta TNT portlatish kerak. Bo'ldi. Yo, obunachilar do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Reker va Gats do'stlar, Gats ko'rasizlar bizga kelib ashkarlab tashlayotdilar. Qila olmaysan, ukami. Meni tirnoqimga arzimaysan deb tashlayotdilar. Gats qarochi qarang, men hozir ekranim yo'qib qo'yaman. Montajda kadr kesib olmasligim uchun xolos 4 ta ko'zingizni, xolos 6 ta ko'zingizni ochib olib ko'rib turasiz. Men 100 mingta TNT portlatishimni, kompyuterim otor portlab ketsa mendan rozi bo'ling. Lekin xudo xolasa kompyuterim va'da beradi va obunachilarga, ya'ni obunachilar masalaga va'da beraman. Mana shu 100 mingta TNT portlatishimni sizlar ko'rasizlar va menga karilayotgan Gats ham ko'radi. Agar biz 100 mingta TNT ni hozir o'zi portlatib, gapimizga mujik bu va'da beradigan, bo'zi javob beradigan, bo'zi keyingi safar biz Gats qilmaymiz. Like bosing, hozir o'zi kanalimga obuna bo'ling. Gats tayyormisiz? Davlat. Ketdi obunachilar. Yo, hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Reker yana avvalambor. Bo'ldi o'zingizlar ko'rdinglar, Gats ashkarlab tashladilar. Obunachilaring uchun ham qila olmaysan deb tashladilar. Bu uchun, bu to'g'risi, men bu uchun javob beradilar albatta keyingi challengelarda. Bo'ldi, qarochi, xullas sizlar bilan birgalikda biz 100 mingta TNTni portlatamiz va biz oddiy joyda emas, shaharda portlatamiz. Bo'ldi, qaranglar, qancha zdaniya bor, qancha odamning mehnatlari. Bo'ldi, 100 mingta TNT qancha bo'lishini o'ylayapsizlarmi? Biz hozir gigant TNTni portlatamiz. Mana shu shaharni mazasini qochirib tashlaymiz. Bolalar, addushi hozir ro'zi qulay o'tirib olgan bo'lsanglar, yana qaytarib tayyor bo'lsangiz, like'larni bosib tashlaylar. Bolalar, qarochi, kanalimda juda ham bundan qiziq videolar bor. Bularning sifati oshishi uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar muhim. Qarochi, bo'ldi. Optak. Bolalar, men uje mana ko'pitalayman va uje men TNTni boshlayapman, obunachilar. Bu juda ham zo'r adrenalinga boy bo'ladigan umiddaman. Tag o'zimga mana ko'girta oldim va menimcha juda ham zo'r bo'ladi degan umiddaman. Qarochi, bo'ldi, bismillah deymiz bolalar. Ochiqlikdan boshlab qurib ketaveramiz. Xo'sh, bolalar, men o'zingizlar ko'rayotganinglardek aytay, Mahmuddan boshlaymiz. Uje 300 ta TNT. Yo, Karl. Oh my god, 5 mingta, 20 mingta do'stlar, men pastda ko'rasizlarmi bloklarni? 30 mingta, 40 mingta. O, kompyuter qochib boshlayapti bolalar. Yo, 50 mingta va 100 mingta. Voy. Oh my god, bro. Voy. Voy, baribir portlaydigan bor ekan. Voy, Restovan. Voy, kutilmagan kadr, bolalar plandagi narsalar bo'lyapti. Voy, mazgi. Voy, bashiringa ayam. Voy, kompyuterim kechir meni, obunachilar. Render qila olmayapti-da. Voy, render qila olmayapti kompyuter, Karl. Yo, videomizni boshqa tez boshlab ketdi, qarochi. Nima bo'pti? Yo, nima bo'pti? Kimdir cho'tirsan? Ay! Voy, qora tuynuqmanmi? Whoa, oh my god, bro. Oh my, voy. Onangni. Voy, Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, voy, qutibmi? Kompyuter o'ldi, do'stlar. Kompyuter o'ldi, Karl. Yo. O cho'l, shahar tagida cho'l ekan. Bolalar render qila olmayapti kompyuter. Oh my god. Qattaman. Voy. Hali shuncha TNT bor, Karl. Shuncha TNT. Ana. Voy, Jetil qoch bu yerdan. Jetil. Yo'q. Voy, qochinglar, Jetillar. Voy, bu yoqgacha keladi deb o'ylamadim, qochinglar. Qoch. Voy, uni. Voy, shaharni
chiqadigan joyimga tiqib qo'ydim. Voy. Voy, hali ham o'rtilayapti. Voy, 100 mingta tinatingga oyog'im. Voy, ay miyam. Ay miyam. Voy, miyam уже перезагрузка bo'ldi, kompyuter. Voy. Yo, Karl. Au, ay. Bu tijitlar yoma. Bolalar jitlar qutqarish Sigar. Sigar tezroq qoch bu yerdan. Voy, o'ladi. Hozir qanaqa seriyada endi nima bo'lib qoldi? Yo. Oh my god, bolalar. Yadrini tushganga o'xshatdi-ku. Bolalar, maslahatim buni kompyuteringizda qayta. Bolalar, men boshqacha struktura bilan qilyaptim. Ya'ni men bunaqa teksam, men zdaniyadagi, sema zdaniyadagi qurmoqchi edim, tana. Men bitta portlab ketayotganini ko'rganinglarda, restoran bor ekan. Ahmoq, tentak. Yo, lekin bolalar jetlar bo'ldi. Voy, mamana, do'stlar, jang qilib ko'taraylik. Nima bo'ldi? Voy, men zdaniyalarning oyog'iga hozir tushib turibdi-yu, vashi. Voy, chakka olganga o'xshab qolgan zdaniyalar bor, hozir uchyapti-yu, suvli uchib turib. Endi do'stlar, tog'ni tepasida. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar do'stlar. Atrof muhit, ya'ni tog'ni tepasida nima zo'r bo'ladi? Hozir biz do'stlar, bu tanada portalatsa do'stlar, bu bir-biriga bir-birini itarib do'stlar, hamma yo'lga tarqab ketadi. Hamma yo'ni artilleriya bomba qilamiz. Короче, давайте bolalar, ko'pga o'tamiz. Do'stlar, короче, like arziydi deb o'ylayman. Bo'la boshlaymiz, короче. Hop, do'stlar, avvalambor mana shu yerdan Mamutgacha 10 ming, 7 ming. 100 ming. Bu 100 ming, 102 ming. Bolalar. Yo'q, 102 ming bo'ldi. Bolalar, 102 ming tana qo'yildi. Bola, endi nima bo'lishini hozir ko'ramiz. Hozir mana hali bortilagani yo'q va bolalar, men buni dababkasiga men bunaqa qilmoqchiman. Ya'ni do'stlarim, birodarlarim, biz do'stlar jetlarni o'ldiramiz. Do'stlar, garchi jetlar qo'yib chiqamiz. Chunki bu noto'g'ri men manyak emasman, lekin juda ham qiziq bo'ladi. Odamni qiynashni juda ham yoqtiraman. Bolalar, to'g'rimiz, men sizlarga tez gapirib o'taman. Do'stlar, Grand Mobile o'yinini sizlarga tavsiya etib qolaman. Siz bu o'yinni, GTA o'yinini atmosferasini his qilasiz va bu yerda siz o'z hayotingizni qurasiz. Pul ishlaysiz, mashina sotib olasiz, uy sotib olasiz, o'rtoqlar sastat qilasiz. O'rtoqlar bilan sizlar kerak bo'lsa gruppa, mafiya bo'lib, va shu gruppa urushsanglar bo'ladi, va shu bo'yish qilsanglar bo'ladi bolalar. Albatta bu o'yin sizlarning harakatingizga bog'liq. Bolalar, men sizlarga bonus sifatida o'z promo kodimni taqdim etmoqchiman. Sizlar video ostidagi silkaga o'tib, o'sha yerdan Grand Mobile o'yinini skachat qilinglar va 25-serverga kiringlar va o'sha yerda mana promo kodimni teringlar. Reker promo kodini tersanglar, 7 kunlik VIP, gelik mashinasi, 30 ming rubl gaming valyutasi pul beriladi. Adoshi bolalar, 25-serverda hammani kutamiz. Sog' bo'linglar, katta. Короче, bolalar, o'zingizlar ko'rganinglardek, bo'ladi. Jetlarmi, vashi. Короче, bolalar, o'zingizlar ko'rganinglardek, давайте biz bilan boshlaymiz. Nima bo'lishini juda ham qiziqaman, nima bo'lishiga. 1, 2, 3. Boshlandi. Tana tushishni boshladi, bolalar, tana. Voy, boshlandi. Tog' qolmaydi bu jetlar. Jetlar o'lmoqda. Oh my god, jetlar. Biz sizlarga ishonamiz. Obunachilar, jetlar uchun like bosing hozirni o'zida. Voy. Ey dada. Kompyuter. Bu tomonda hali portlamayaptimi? Yo'q, bu tomonda portlayapti. Voy, jetlar o'lib ketdi. Voy, jetlar o'lib ketdi bolalar. Oh my god. Nima bo'pti? Bolalar, chetrolinglar, nima bo'pti? Voy. Hali ham portlayotgan ekan. Jetel, to'xta, seni qutqaraman. Jetel, jigarim, bedroq. To'xta, jigarim, to'xta. Voy, nima yopib qo'yapti, dechesli bu. Yo'q. Jetel o'lmaydi, iltimos. Sigar o'lma, mol o'lmaydi, iltimos, o'lma. Do'stlar. Voy, chiqib qoldimmi? Ay. Voy, jetlar o'lib ketyapti.
ko'ziga ko'rjaydilar. Qo'y orasida yosh bolalar ham bor. Oh my god, Grifferda farqib qolgan yo'q. Do'stlar, Grifferda farqib qolgani o'zingizlar ko'rganinglar-da. Oh my god. Oh yo, Mamatlarga uchib ketibdi do'stlar. Voy, endi ochyapti. Voy, mana tog'ni do'stlar, tog'ni yarimga bo'lib Tog'ni yarimga bo'lib Oh my god, Gadis, sharmanda, Gadis. Obunachilar, biz muhim Gadisni etganini challenge-ni Voy! Jitiltirib qoldi bolalar. Как это возможно, ребята? Impossible. It's just impossible, guys. I cannot believe it, bro. Короче, bola, молодец. Bola, adush, burlaring o'nab ketdi. Yo, bola o'zinglar ko'rganinglar, biz tog'ni yarimga bo'ldi. Shaharni birinchasini yorib qo'ydik. Bola, muhimi sizlarga 100 ming TNT qanaqa bo'rtalashini ham ko'rsatib o'tdim. Menimcha bu sizlarga yoqdi degan umiddaman bolalar. Albatta, men shu videoni o'rtasida eslatib o'tganimdek, meni Griffer serialini ko'ringlar bolalar. Men serial chiqardim, lekin afsus, men davom chiqarmay qoldim. Bola, iltimos shu serialni ko'ringlar, o'ta meni Griffer varianti, ular yo'qni uni tushuntirdimmi videoni? Cho'chqa ham turib qolibdi do'stlar. Mol turib qoldimi bolalar? Mol. O, jigaruxa. Mol o'rtalarim ko'pda mana. Bo'ldi, gap yo'q. Bolalar, короче. Endi do'stlar, albatta mana shu videomizga yana likelarni maksimal darajada yig'ilib bersanglar, biz 200 ming TNT portretni olamiz. Sizlar uchun kompyuter jonidan berib yuborishga tayyorman. Короче, bola joningiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Mana shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bola, endi biz keyingi Gadisga shart beramiz. Bu shart juda ham kutilmagan bo'ladi. Albatta bizda yangi video kutib qolinglar. Tugadi. Gadis nima deyapti? Men oddiy, ya'ni bloklar to'la kompyuterga nagruzka tushiradigan katta shaharda bo'rtalayaptim. Hatto siz uchun teshik qilib qo'ydim shaharni. Va sizga yana 2 barobar ko'rsatish maqsadida mana kanal ko'rib oling. To'yda Mamutda Gollywood degan belgi yozug'i bor edi. Obunachilarim ko'rdi mana. Va mana buni ham yarimga bo'lib yubordim. Nima bo'ldi? Men gapimda turdim. Endi siz meni challenge'imga tayyormisiz? Tushunmadim, nima bo'ldi? 100 ming TNT Karol, men 200 ming deb o'pishib qolganda tari. To'g'ri, bitta 200 ming deb portlatganim. Yo, tan olaman, kompyuterim juda ham qiynaldi. Mazasi qochib qoldi. Joyida o'zimni tilim ham va video ham qotib qoldi. Lekin men taslim bo'ladiganlardan emasman. Mana obunachilarim like boshladi, qo'llab-quvvatlashadi. Bu mana obunachilarim. Biz hech qachon give up, ya'ni taslim bo'ladiganlardan emasmiz. Har doim challenge buyurilgan bo'lsa, biz qilganmiz. Tak shu Gadis, endi sizga shu savol. Siz tayyormisiz challenge'imga? Mayli yeb qo'ygandan keyin chidash kerak. Bo'ldi, Gadis. Короче, do'stlar, obunachilar, o'zingizlar ko'rganinglardek, men boya o'zim ikkita birodarimni kanalini ko'rsatib o'tdim. Gadis, ya'ni menga shart buyurgan va Furoza kanalini ko'rsatib o'tdim. Tez orada Gadis kanallarida yangi video chiqadi. Men yangi video chiqishi bilan, ya'ni men o'sha yerda challenge o'sha videoda aytgan bo'laman. Sizlar challenge bilishinglar uchun Gadis kanaliga kirib obuna bo'lishinglar kerak va uni videosi orqali bilishinglar kerak. Короче, obunachilar, xullas kutib qolinglar. Gadisni qiynaymiz. Albatta, Ahad Qayyumni chaqirib, xo'rlangan Gadisga kino olamiz. Короче, Gadis, tayinlanib qoling. Tez orada siz Короче, qazga botib uyingizni sotasiz, короче. Obunachilar, короче, kutib qolinglar. Tez orada Gadis kanalida yangilik eksklyuziv yangi video. Joningiz sog' bo'lsa, mana shu joygacha ko'rganingiz uchun. Gadis, hali hammasi oldinda. Dash mana jitiltirib qoldi. Mana jitiltirib qoldi dash do'stlar. Mana jitil og'aynim tirib qoldi. Dash Mamutda mana mol og'aynim tirib qoldi. Sizlarning ham mol o'rtog'inglar bo'lsa, atmetka qilib qo'yinglar. Tugagan